bo'lsin tayyorlab ko'rmasanglar bo'lmaydi. Iliq sutga shakar, dro'j solib aralashtiramiz. Eritilgan sariyog' hamda tuxumni solib aralashtirishda davom etamiz. Unni solamiz va suyuqroq xamir qoramiz. Suyuqroq xamirni teng ikkiga bo'lib, bir qismiga kakao, ikkinchi qismiga esa unni solamiz va ikkita zuvol ichida xamir qoramiz. Qaynoq quyosh taftida 20-25 daqiqa oshirib olamiz. Jarayonga ahamiyat bering. Endi chiroyli qilib bulchkalarni yasashga kirishamiz. Avvaliga unga qorilgan xamir, keyin esa kakaoli xamirni joylab, ko'rsatilgandek qilib tugunchani hosil qilamiz. Kamroq un sepib dumaloq ko'rinishda yoyamiz, kesamiz, chetlariga ayamasdan shokolad pastasidan solamiz. Kruasan ko'rinishida o'rab, listga joylaymiz. Tuxum sarig'iga sutni qo'shamiz, ustidan suramiz, pishirish uchun pechga yuboramiz. Mazasini ta'riflashga tilojiz hidini-ku gapirmasam bo'ladi. Kesib ko'rsataman, shokoladlarni oqib turishini qaranglar. Bay. Bu shirinligimiz muzdekina Mojito Fresh Achakova bilan zo'r ketadi-da. Retsept tayyor, notirangizni duo qilish esingizdan chiqmasin. Kelinlayu qaynonalarni lol qoldirishda davom etamiz. Kelinlayu deb boshlanadigan retseptlarim endi o'zimni kelinimga ham taalluq. Kelgan mehmonlar ham maqtab ketadigan somsa retsept. Idishga un solib, xona haroratida yumshab turgan ona margarin bilan yaxshilab aralashtiramiz. Ustidan razrixlitini solib aralashtirib, smetana, tuxumni chaqib solamiz. O'rtacha yumshoqlikda xamir qorib, qorigan xamirimizni paketga solib 15 daqiqa tindiramiz. Nachinkani eng xadavoyi: piyoz, mal to'g'ralgan go'sht, kartoshka, tuz, murch, zira, ozgina o'simlik yog'idan solamiz. Tingan xamirdan 40 grammdan qilib zuvallarni yasab, yoyamiz, o'rtasiga qiymani solamiz. Tugilishi osongina, lekin ko'rinishi juda ham chiroyli. Xamir uchlaridan biroz tortib, orqa qismiga yopishtiramiz. Duxovka oldindan 210 gradusda qizib turgan bo'lishi kerak. Pisochni xamirdan tayyorlangan somsalarda faqatgina tuxum sarig'ini suring. Sedana hamda kunjut aralashmasini sepamiz, pechga pishirish uchun yuboramiz. Osongina mazali somsa tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, notirangizni duo qilib, yurakchani qizartirib qo'yishni unutmang. Qaynona oyijonim pazandali, men tayyorlagan taomim yoqarmikin deb o'ylanadigan kelinchilar. Shu taomni tayyorlab beringlar, ham oson, ham mazasi og'izlarda qoladi. Tushunishinglar uchun bu egiz taomi davomi. Egizga piyoz, pomidor, go'sht, bolgarskiy chesnokni solib, tuz sepib, ustidan tomat bilan suv va tuzni aralashtirib qo'yib yuborasiz. Xushbo'y bo'lsin, mazali bo'lsin desanglar, anchor sariyog'idan solasizlar. 210 gradusda qizib turgan duxovkaga 40 minutga yuborasizlar. Taom tayyor. Hadachasi xohishga ko'ra, men bundan oldingi rilsa tayyorlangan kunjutli nonni orasiga soldim. Siz xohlasangiz yonlariga guruchlarni qaynatib, garnirlarni tayyorlab, tarelkada tortsangiz ham bo'ladi. Sochni moshni taom tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, notirangizni duo qilib, mehringiz isboti bittagina yurakchani bosib qo'ying. To'ygacha bilinmas ekan, to'ydan keyin yotib qolarkansiz. 3 kun deganda endi o'zimga kelib retseptlarni joylashni boshlab bordim. Boshlaganda ham hammaga yoqadigan eng dodalaridan boshladim. Iliq sutga shakar, dro'j solib aralashtirib, aparini oshirib olib, tuz solib aralashtirib, un solib xamir qordim. Xamirimiz zo'r oshishi uchun albatta Turonning oliy navli unlaridan foydalandim. O'rtacha yumshoqlikda xamirni qorib oshirish uchun olib qo'ydim. Oshgan xamirni zuvala qilib yoyishni boshladim. Shu joyda ahamiyatli bo'ling. Xamirlar tovada pishayotganda oralari g'oviy bo'lib ko'tarilmasligi, bu albatta xamirni yupqa yoyib qo'yganingizdan bo'ladi. Yoyilgan xamirni avval sutga, keyin esa kunjutga belab, o'rtasidan kesib olamiz. O'rtacha qizigan yog'da ikkala tarafini qizartirib qovurib olamiz. Bejizga egiz retsept demadim, sababi nachinkasini keyingi rilsda ko'rsataman. Kunjutga belangan mazali do'mboqqina nonchalarimiz tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, notirangizni duo qilishni unutmang. Shundoqqina aralashtirganlarini ko'rdim-u, tez tayyorlashga kirishib ketdim, lekin hammasi ko'rsatilgandek bo'lib chiqmadi. To'liq retseptni esa video tagida yozib qoldirdim. O'zimning metodimga qanaqa qilib tuxum bilan un bu qadar oson aralashdi. Buni ko'pchilik biladi. Men Turon unlarini sevaman. Osongina o'lchov uchun faqatgina qoshiqlardan foydalanasiz. Ular ko'rsatgandek qilib qopqoqni yopdim-u, yaxshilab aralashtirdim. Ishonaveringlar, 1 gram ham aralashmas ekan. Keyin vilkadan foydalanishga to'g'ri keldi. Vilka yordamida yaxshilab aralashtirib oldim. Shokolad solib, vilka bilan aralashtirib, qopqoqlarini yopdim. Qozonga joyladim va ustidan qaynoqqina suvni ehtiyotkorlik bilan qo'ydim. Olovni pastroq qilib yoqib, ustiga qozonni qo'yib, krishkasini 15 daqiqaga yopib qo'ydim. Silkitib aralashtirishning iloji bo'lmagan bo'lsa-da, rezultat zo'r. Duxovka pechim yo'diganlar ham osongina tayyorlab oladigan retsept ekan. G'oviy bo'lib chiqargan mazasiga esa gap bo'lishi mumkin emas, albatta tayyorlab ko'ringlar. Somsani